Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Biz yuqorida Alloh subhanahu va taoloning fazl ihsoni inoyati bilan Ustoz Abdulvahab Xallab degan kishining ilmi usul fiqhi degan shu risolasida darsimiz davom qilgan bo'lib, al-mahkumu alayh buningga aloqador bir qancha holatlardan xabar topdik. Masalan, ahliyat haqida, ahliyatning ma'nosi lug'atan, istilohan ondan tanıştık. Ahliyat vücub, ada bo'lganligi. Bu ahliyatli adanınki üç hal bilan onunla tanışıp, ahliyatga qisman ba'zi to'sqinlik qiladigan, ushtin tut ba'zi bir putlikasham, ba'zi kelib ketadigan, davomli emas, avarizgan, shunda keplik bilan yana qaytib keladigan. Ba'zi bir to'sqinlik, ba'zi putlikasham narsalar. U nima? Biz şu bapta degan so'zlamoqchi avarizul ahliya degan yuzga to'xtab qolib ekanmiz. Yana shu yerdan darsimizni davomlashtirishimiz inshaalloh. Bu ustoz Abdulvahab Xallab deydi avaridul ahliya. Hem bu ahliyetga bir narsani ilm birim sitim o bu tabarru va boshqa ishlar taloq ayt degandek har xil nimalar tasarrufatlar. Muşnun layakat buluşun bazı bir toskulla avaridul ehliye. Onun bazı pıtlıkaşanla. Şuna üstün tutu peyda olup kalıdı. Lekin o peyda oluşu elad devam etmez. Ma'lum vaktinkin yani öz asline qaytadigan bu avariz degenimiz şu ana. Bu kişideydi o Ustaz Abdülvahab Hallab. Kaddemna enne ehliyetel vücubi tesbutu lil insani bi vasfi ennehu insanun. Ve ennehu ve huve ceninun fi batni ummihi tesbutu lehu ehliyetu vücubin nakisatan. وبعد ولادته تثبت له أهلية وجوب كاملة في طفولته وفي سن تمييزه وبعد بلوغه وفي نومه ويقظته وفي جنونه وإفاقته وفي رشده وسفهه وما دام حيا لا يعرض لهذه الأهلية ما يزيلها أو ينقصها. Hem bu ehliyetlerge biraz pıtılışıp kalan bazı avarizlar deydi. Bu kandaksa ustaz deydiyken yukarıda biz ehliyetli vücubni dep öttük. Ehliyetli vücub degan bir insan yüzün insan bulup süpütlerle sabit olgan gibi. Her kandak o adam kandak bolsun, törelme olsun, cenin yatkan. Apısın kusuk deyip ötken rahmet yatkan bu. Hatta türelme olsun mu? Bunun üçüncü ehliyet. Ama ehliyet nakız tarikada ehliyetli vücub sabit olurdu. Bu tuğulgandan keyin bu ehliyetli vücub nakısın ehliyetli kamil kilip ketdi. Tuğulup bolgandan keyin. Apısın koynu kusuk çağda, rahmet çağda ehliyetli vücub nakıs olgan alat sabit olgan bolsa, hem tuğulup bolgandan keyin şu ehliyetli vücub kamil tuluq sabit olurdu. Meyli onun küçük vakti olsun. Meyli o tifli haltıdan tifli halt bilen buluk haltı aralıkta olsun. Meyli o balagat yetkendiğin kim olsun. O meyli uxlap kalgan, oygak, o biraz akıllı kitip kalgan, o akıllığına kayta hoşakip kalgan, onunki biraz bir doğru yol tapkan, akıllı kogan altıda olsun. Ya ki onun akılsız altıda olsun, kandığı bolsun, toğulup olgan iken bu ehliyet vücub kamil tarixi sabit olur. Kaçan ki bu tiriklen bolgan bolsa bu insan, bu ehliyetke, bu ehliyetinki kemal ehliyetini zail kılıvadıgan. Ya bu kemallikten nuksanga yerimini kaldırıp yerimini ço onu püçek kem tıkıp koyduğun, püçük koyduğun mandak ahval düz gelmeydi. Kaçani ki bu insan tiriklen bolgan bolsa bu tulukmuş hukukka ege.
وأما أهلية الأداء فقد قدمنا أنها لا تثبت للإنسان وهو جنين وهو جنين قبل أن يولد، ولا هو طفل لم يبلغ السابعة، وأنه من سن التمييز أي بعد السابعة إلى سن البلوغ أي 15 سنة تثبت له أهلية أداء ناقصة، ولهذا تصح بعض تصرفاته ولا يصح بعضها، ويتوقف بعضها على إذن الولي أو إجازته، وأنه من سن بلوغه الحلم تثبت له أهلية أداء كاملة، غير أن هذه الأهلية قد تعرض لها عوارض، منها ما هو عارض سماوي لا كسب للإنسان فيه ولا اختيار، كالجنون والعته والنسيان، ومنها ما هو عارض كسبي يقع بكسب الإنسان واختياره، كالسكر والسبح والدين. Ama ehliyetle ada diyen çoğudur. Ehliyetle ada biz onu yukarıda bayan kandak. Bu ehliyetle ada deyin gap insan törelme holatda ehliyetle ada sabit olmaydı. Ama ehliyetle ucub sabit oldu. Ehliyetle ada çoğu bu sabit olmaydı. Törelme holatda. Tuğuştun burun. Valla sabit olmaydı. Yetti gel. Mümeyyiz yetti. Bu biraz bir akarını bayıkıgaydıgan yaşka yetmeyi durup bu ehliyetle ada hem sabit olmaydı. Ama ehliyetle ucub sabit. Ehliyetle ada çoğu bu sabit emez. Çokum bu kaysi degende bu tıfıl degenlik 7 yaş etmegen tıflı bu küçük bala sinni temizlik katardı. Yani sinni temiz. Yani 7 yaştan keyin e, vela huve tıflun lem yablughu sabiya. Bunun hem sabit olmaydı. O çokum o nime mene sinni temiz. O küçük bala bir sinni temizdi. Yani 7'den tartıp da balagat yetken kadar 15 yaş karısını kögen kadar anın mümkün bunun için bu ehliyetli ada nakıs tarikada sabit oldu. İnandım burun cenin halette 7 yaş yetmegen halette valla bu ehliyetin nakısım sabit olmaydı. Ama bu buluk yaş nimeden bu yetiden eşip da balagat yetken kadar ehliyet ada nakıs tarikada ada olurdu. Sabit olurdu. O binasını elke tasarrufatlarının hemmisi tuluk onundan çoğu dini degen kanıp ketmeydi. Bazı kan hesap kılındı ve bazısı hesap kılmaydı. Bunun ki halis elke nime darar mahdumu ya ki darar nef'umu bu ardarak bunu paraklandırışlan bulurdu. Bunun şuna ada, ehliyetli ada ama naks tarikada sabit olurdu. Kaçan? 7 yaştan 15 yaşlık aralıkta. Muşu cihetten durusulduğun tasarrufatın bazısı ve bazısı durus emez. Hem bu aralık kalan 7 yaşların buluğ yaş aralıktaki yeni 7 yaş değil. 7 yaşların 14 yaş aralıktaki 15. 7 yaş 8 yaş. Bu vakitteki onun bazı tasarrufatları velinin makulluq qaraşı kılıdı. Ve çokum amu balagatke ve innehu min sinni buluğil hilme ve çokum amu balagatke ihtilam yetki yaştan itibaren onun zanki çokum mükemmel ada ehliyetli ada çok kamil tarikı sabit olgan bulur. Bunun digini tulluk zade onaga küçük ege digini kıgını her kandak onun cevapkarlığı onun kanuni hukuk menfaati mesela öz üstü geliş onu beceriş salayeti ege olgan buludu. Demek bu şu balagat etkenliğin ki bunu tuluk ehliyetil kamil sabit oldu. Lekin emdi. Muş ehliyet. Muş ehliyet meyli bu ehliyetin naks olsun
7 yaşla balagat yetiş arlıqdaki. Ee, Vaya ki onunki e, balagat yetkendiğin kinki eşi olsun. Yani ehliyetle ada kamil mandak bir sabit olgan mağlut olsun. Lekin çukum bu ehliyet bazı bir oylamgan yerden bazı bir ahvallar yüz berip kıp kaladı. Mesela onu katardan minha ma huwa aridun semavin asmandan kelgan afat. Allah subhanahu wa taala aşın pikken. Ya bu adam cinni yup kap kaldı. Mesela ya bir kesel yup kap kaldı. Ya bir yüz oyulmagan yerden bir mesela sağlam becerim emas mındakça aytkanda ama yüz tallap emas bu. Bu insan onun yüzü kesip emas, ola yüz ihtiyar kıp emas. Lekin bu asman taraftan bo'lgan bir ofat bu. Alloh subhanahu taolo tarafidan bo'lgan bir ibtilo, ixtibor. Manda bo'lib qolibdi. Saravim qolgan o'xshash. Nata bo'lib qolibdi. Ya unutib qolibdi. Unutib qolish insonning o'zida emas. Bu aridun samaviy. Mahoratimizda bu xil ahliyatga bundaq ba'zi bir ushtun ba'zi avarizlar duch kelib qolibdi. Bu ve minha ma huwa arizun kesbiyyun ve bunun katarından yine bu avarizin katarındır. O avariz samaviye asmandan kegen afet emez. Yani Allah Teala tarafından kegen afet emez. Yüz yartıvagan afet bu. Ki 101 dedi bu yüz yartıvagan afet. İnsan yüz kol keltirişlen, yüzün tallışlan. Arak içip zor mu zor sarang bo'lganga o'xshash, mas bo'lganga o'xshash, aqlsiz bo'lganga o'xshash, qarza bo'lganga o'xshash. Buni o'zi nima deganda, buni o'zi hammasi bu arziy kasbiylar. Buni shunday ba'zi bir avarizlar paydo bo'lib qoladi deydi. Am xo'sh bu avarizlar va hazil avaridu lati ta'ridu li ehliyetil ada. Hem bu hıl samavi arızı olsun, kesbi arızı olsun bu arızlar bu adamın yüzünki adadan ibaret bu salahiyetiga kısmen halel etkisi koyup biraz toskun kıp kaladı. Minha ma ya'ridu lil insani feyuzilu ehliyetehu lil adai asla kel cununi vel nevmi vel igmai. فالمجنون والنائم والمغمى عليه ليس لواحد منهم أهلية أداء أصلا ولا تترتب على تصرفاته آثاره الشرعية وما وجب على المجنون بمقتضى أهليته للوجوب من واجبات مالية يؤديها عنه وليه وما وجب على النائم والمغمى عليه بمقتضى أهليتهما للوجوب من واجبات بدنية أو مالية يؤديها كل منهما بعد يقظته أو إفاقته. Ama bu avarizini katardın, insana duç kelgan bazı işler var. Bazı bir afat, oyulmagan işler. Bu insanın çoğu bu ehliyetke tuluk yaramlık ikenligini teçhüs buydu. Bu salayetini yer kurvatıdı. Yok kılvatıdı. Sarang kalgan kuşaş, kalas sarang oldu mu bunu alayet, bunu ehliyetinden sakit. Uxlab qolgan odam shunda uxlab qolgan odam masalan taqi tuqi juyilib qolibdi bola billah ba'zi kupur kelmis debdi xudo saqlasin yoki o'zining ayoli bo'lsa uni taloq qildim u bu deb qo'yibdi val ig'mo va undaq behush bo'lgan odam bu shundoq taqi tuqi juyilib u bu deb qo'yibdi bu uning ahliyatini zoyi qiladi bu. Bu bir avarizlar. Mecnun, Naim, Muğma Aley degan gap bu ularni qatorida hech birisi hech qanday ahliyatning adosi emas. Ahliyatli ada. Mayli ahliyat kamil olsun, mayli naqs olsun, hech qanday buncha adaning ahliyati emas. Buningki qon etgan diginiga qarta uning shar'iy hech qanday hukm, asar, tartib topmaydi. Uning digine itibarsiz. Va Mecnun vacip bo'lgan narsa u Mecnunning iqtisodiy vajibatlardan iborat bu vacip bo'lgan narsaga ininki yaramliq bo'lishninki muqtazosiga binoan bu Mecnunga ega bo'lgan odam ado qiladi. Mecnunga bu Mecnunninki bu vajibatga ehliyet buluş talebi bilan iqtisodiy ba'zi to'lam iqtisodiy vajibatlardan iborat
O Mecnun'u veli o adam ada kıldığını Mecnun'dan ayabaten. Uxlab qolgan odam, behush, sezilib qolgan odam. Buning vojib bo'lgan narsa shu. Bu ikkisiga bu badaniy yoki iqtisodiy vojibotlardan iborat. Bu vujub uchun ahliyat bo'lishiningki tiliga asosan bu ikkisidan bo'lgan har biri yüz ado qiladi. Majnun da vali ado qiladi. Ma uxlab qolgan, o'zsizlanib qolgan odam bu har ikkisi shu bu uyqudan uyg'ongandan keyin yoki o'sha kelgandan keyin ifaqati o'sha kelgandan keyin har biri o'z yüz ado qiladi. ومنها ما يعرض للإنسان فينقص أهليته للأداء ولا يزيلها كالعته ولهذا صحت بعض التصرفات المأتوه دون بعضها كالصبي المميز. Yani bu avarzın katarındır insanға biz duç kelgan narsa var. Bu insan duç kelgan narsa insanın çoğu ada hak hukukunu, salayetini biraz kemaytip koydu. Buna ilki saran koşuş toluk nim kılmadı demez. Emmine yok kılmadı demez. Ehliyetli adanı. Ha bunu nim kılmaydı zaylı kılatmaydı. O da ma'tu koşuş. Ma'tu'nun uzun ilki. Yerim ehliyet ehiti bu. Müşahittin bu ma'tu kırnaşlarınki Allah Allah'a sağlamlık bersin, akıl parasızlık kılsın. Bu ma'tu kırnaşlarının tasarrufatlarının bazısı durus. Yeni bir bazısı. Bazı durusun, bazı durus. Hodiyalika akkarını biraz bayqıgan, to'g'ri to'g'ri pozitsionni bayqagan 7 yoshdan 15 yosh oralig'idagi kichik bolaga o'xshash. Buning hukmi matoning shu sabil mumayyizning hukmi o'xshash. Buning ba'zi tasarrufat durust va ba'zisi durust emas. Buning ahliyatini naqs qilib qo'ydi bu xil ba'zida bu avarizlar. Va minha ma ya'ridu. Va buning qatoridan yana bir avariz borki, insonga to'g'ri kelib qoladigan ba'zi avarizlar borki, buning ahliyatiga hech qanday ta'sir qilmaydi. Fala yu'assiru fi ahliyati لا بإزالتها ولا بنقصها ولكن يغير بعض أحكامه لاعتبارات ومصالح قضت بهذا التغيير لا لفقد أهلية أو نقصها كالسفه والغفلة والدين فكل من السفيه وذي الغفلة بالغ عاقل له أهلية أداء كاملة ولكن محافظة على مال كل منهما من الضياع ومنعا من أن يكون كل منهما عالة على غيره حجر عليهما في التصرفات المالية فلا تصح معارض فلا تصح آه، معاوضة مالية فلا تصح معاوضة مالية منهما ولا تبرعات مالية لا لفقد أهليتهما أو نقصها لكن محافظة على مالهما. Hem bu avarzın qatarındır insan duş kelgan bari avarzatlar var ki onu ehliyeti çıkanlık demiş o valla onu yokluk kıladigan ehliyetini valla emniyetini çok kamillikten yerimlikке naqs düşürüp koyduğun hiç qanday ta'sir olmaydı. Lekin ahkamning ba'zi ahkamlarni faqat o'zgartib qo'ydi. Buni vala uni komil buni ahliyatini yo'q qilyapti yoki mukammallikni yerim qildi deyilmaydi. Lekin ba'zi foyda maslahatlarni jihatidan shu o'zgarishni talab qilgan e'tibor masalihni jihatidan hukmning ba'zisini faqat o'zgartib qo'ydi. Uni ahliyat bo'lmaganlik emas. Ehliyetin to'liq yo'qotganlik yoki ahliyatning komilligidan yerimliqqa tushib qolganlik jihat emas. Masalan, sabhi, g'afla, dayni o'xshash. Har bir bu sapih aqlsiz, g'aflatga egisi bular aql balir. Onun uchun to'liq nimba to'liq ado qilish huquqiga ega. Lekin bu ikkisi bo'lgan har birisining melni zayav ketishdan zayov ketishini aytdi ansirab muhofazat qilgan jihatidan keyin sapih bilan bu g'aflat egalari bu ikkisining har birisining melning qo'ldan chiqib ketib zayov kelishsin qo'qqanlikni jihatidan va bu ikkilisi axir bu sapih bilan aqlsiz odamlar bu g'aflatga to'la bir narsa unutib qoladigan har qanday ishni vaqt demandaq bu ikkisidan bo'lgan har biri
o'zidan boshqa bir odamga yuk ala degancha eg'ir boshqa odamga yuk qilishni to'sish uchun buning iqtisodiy tasarrufotlardan chak qo'yiladi. Hujra degancha va qilishing deganning hammasi hisob emas. Nima hisob bo'pti yurgizimiz deyilmaydi. Uning chak qo'yildi turibdi. Sizning manda yoki muncha pul qilishlik. Ya bunda to'q kapta binasi sotsang mayli. Ama qo'y, kala, tüge, onun at, eşek, yuğa nasılsan bo'lmaydi. Yoki shuni zurib qarab, masalan, mashina, imorat, bunday bir narsa hep satsan bo'lmaydi. Degandek, shuning ahvoli qarab, bunga ma'lum, uning tasarrufotlarida chak qo'yildi. Nima uchun? Uning mol-mulkiniki zayi bo'lib ketishdan ansiraganlikni chaqtadan va uning uchun boshqalarga yukib qilishdan to'sqinlikni chaqtadan. Şunu çakuylu ilişkisine hakkında iktisadi tasarrufatlarda. Onun ki ilişkisi boğan, kim o ilişkisi sepi zılgapla. İlişkisi boğan iktisadi elim birim muavada. Elim birim bu dursun mayın. Valla iktisadi bazı tabarruatla, bazı hayriyat fonu cemiyetlerine ianı kılış, yardım kılış, o hem dursun emez. O ilişkisi ehliyetin yo'qotganligini jatan emas. O ehliyet yok qo'g'aliq jatni emas yoki u ehliyet yilqi kamoldan naqs kuchib qolganlik jatni emas. Lekin ikkisining melini asirganlikni jatidan shunday ba'zi ahkamlarni o'zgartib qo'ydigan mandaq bir avarizlarmi bor edi. Va kazalikal madinu بالغ عاقل له أهلية أداء كاملة ولكن محافظة على حقوق دائنيه حجر عليه أن يتصرف في ماله بما يضر بحقوق الدائنين كالتبرعات. مش بمشو أوارزن قطاري. Bum toskılı kılıdı bu Medine'ninki kımmak çoğan, etmek çoğan, o yakışları mesela özün hayrı sahavat, uç kolları bunu çak koyuludu Medine. Tarzdar. Bu mesela bu balık akıl. Bunu tuluk bu mesela ada hukuku ba. Tuluk a kamil ada kılış hukuku ega bu Medine bu qarzda. Lekin bu qarzlarning qarz egisining huquqini ado qilishni jahdidan mushuni asrab qolganlikning jahdidan buning qarzi bor ekanda bu qarz uning qo'lidagi pul mol buning emas aksincha qarzlarning haqqi ashni haqqini asrab qolganlikning jahdidan buning ham chap qo'yildi uning iqtisodiy tasarrufotlarda. Nima uchun deganda bu qarz egalarining haq huquqiga zarar qilganlik sabab bilan uningga noshuq tutib ketib saxovat tutib ketib bu qarzlar qo'ldagi bor narsani hammani u qarz egalariga qarzni ado qilmasdan hammani uch qo'llik bilan nima qilibsa boshqa bir bossa qarz egalarining haq huquqiga ziyon yetkazgan bo'ladi-da. Bu tabarruqqa o'xshash buning uzumi chak qo'yiladi. Mançık miktarda tabarruk qilsang mayli, ammo buni oshirvasan bo'lmaydi. Mandaq bir narsa qilsang mayli, buni oshib ketsa bo'lmaydi degandek chaq qo'yilgan mandaq avarizatlar bor. Bu ahliyatli adai asosu at-tamyizu bil aqli va amaratli aqli al-bulughu. Faman balagha aqilan fa ahliyatu li adai kamilatan. Am ahliyatli adaning asos nima? Buni tub manbasi, nimasi qurildi? Uning o'lchi nima degani? U faqatlam aqllan bir narsani payda ziyan, to'g'ri noto'g'ri, mushni ayriyalaydigan bo'lish. Anundan keyin bu narsani ado qilish salohiyatiga ega bo'lgan bo'ladi. Ammo aqlning belgisi nima? Aqlga sirriy bir ma'naviy bir javhar tursa buning alomati emas. Buning alomati faqat aql balig'i bo'lish. 15, 14, 15 qarshisi elish. Kimiki aql balig'i bo'lib, aql balog'at yetgan bo'lsa, uning ahliyati, salohiyati ado uchun bo'lgan ahliyati komil bo'lgan bo'ladi. وإذا طرأ عليه طارئ ذهب بعقله كالجنون أو أضعفه كالعته أو حال دون فهمه كالنوم والإغماء فهذا الطارئ عارض له تأثير في أهلية الأداء بإزالتها أو بنقصها. قچن bunu ushtuntut bir hadise düşkep kaptı onunla. Ushtuntut bir hadise oylamgan iş toppada bir ahval yüzü bir kaptı. Onu aklına ketkizip kaptı. Ushtum saram kaptı ola yazbillah. Saram oğlan okşaş. Ya ki ev adapahu. Ya ki aklını ketkizip koymaptı o biraz aklını acizlaştırıp kaptı. Mətub kan okşaş.
yoki to'saqlik qilibdida u odamning tushunish orlig'ida. U odam tushunayli desa uch uyg'oq qoldi emas ekan. Uxlab qolgan, beho'sh bo'lib qolgan, mandaq ahvolga o'xshash. U hala to'saqlik qilibdi. U odam tushunish orlig'ida tushunolmay qolibdi. Uxlab qolgan behush bo'lganga o'xshash. Bu xil avarizatlar, bumi ariza. Buning uchun bu ahliyatga, ahliyatli adoqchu buning ta'siri bor. Bu ahliyatni zoyil qilib o'tishda asli ahliyati bo'lmaydi buning ahliyat kuchiga ahliyat ega emas, ahliyatga loyiq emas ado ahliyatiga. Deb ahliyatning zoyilib ketishgan ta'siri bor yoki bu ahliyatli ado komildan uchun noqislikqa uning bir darajasini tushirib qo'yishgan bunun ta'siri bor. Va iza tara alal insani tari'un lam yuzhib bi aqlihi va lam yud'ifhu va lam yahul duna fahmihi فهذا الطارئ لا تأثير له بأهلية الأداء لا بإزالة ولا بنقص وإن كان يقضي بتغير بعض الأحكام لمصالح اقتضت هذا التغير كالسفه والغفلة والدين. ولهذا لا يرى الإمام أبو حنيفة الحجر بواحد من هذه الثلاثة لأنه لا تأثير لواحد منها في أهلية الإنسان ويرى أن المصالح التي تترتب على الحجر بها لا توازن بالضرر الذي يلحق الإنسان من الحجر عليه واعتباره غير أهل. Hem kaçan insanga bir uçtum bir samavi bir hadise uçtum payda olup kaptı. Ama bu hadise bu tarih onun aklını çortla keçmiş koymaptı. Ve acizleştirip mi koymaptı. Aklımı cahidi hadis buptu bir ahval. Ama aklı hoş cahidiyken hech qanday aqlda bir xalallik ozliq yo'qkan uning tushunish masalasini joyida hech qanday to'sqinlik qilmabdi bu xil ushtum tutilsa uning uchun buning ahliyatli adoga hech qanday ta'sir bo'lmaydi vala uni yo'qlik qilib zoyi qilayotolmaydi buni ahliyatga komil bu adoga komil ahliyat ekanligini yo'qmi qilayotolmaydi va bu komillikdan noqislik ham tushirib hech qanday buni ta'sir bo'lmaydi. Gerçi bazı ahkamlarni bazı bir paydalarni ko'z tutganlik jihatdan o'zgarishni talab qilgan bo'lsinmi ki talab qilgankin bu masalih bu xil o'zgarishni talab qilgan bo'lsinmi aqlsizlik g'aflat qilish qarz buningga hajr qo'yish bor masalan tuz qo'yish bor buni qilgan bo'lsinmi ammo buniki bu ahliyatni hech qanday zoyil qilolmaydi va uni kamaytirmaydi. Mush jihatdan İmam Ebu Hanife rahimahullah bu üçülerden bo'lgan hech birisiga hijrni o'ylamagan. Bu sabh, g'afla, dayn. Buninggacha hijr degan narsani buning oldiga chaq qo'yish, oldiga to'saq qo'yishni o'ylamadi. Buning tasarrufati durust, kuchga ega degandek. Chunki uning o'dan bo'lgan tasarrufati bo'lgan bu üçlerinin her birisi hech qanday ta'sir olmaydi. Bu insonning ahliyatida, insonlik ahliyatda ta'sir olmaydi. O'ylaydi chuqur buni qilgan va chuqur o'ylaydi Abu Hanifa chuqur maslahatlarga tartib topadi bu masalih. Bu masalih qoidalariga chaqish tartib topilgan masalih foydalar bu insonga chaqqishni iborat bunun qo'shilgan zarar bilan jinglanmaydi buni. Masalih insonga qilgan masalihnicho insonga qilgancho zarar bilan jinglanmaydi va uni g'ayri mutaahhil deb e'tibor qilishdan tavozun qilmaydi, chunki jinglanmaydi. Shunlashqa bu uchiga Abu Hanifaning qarshida buning uchun hijr qo'yilmaydi, qo'ymaganlar yaxshi, buning ta'siri bo'lmaydi deydi ekan. Boshqalar unaqa hijr oldiga chaq qo'yildi. Bundan keyin muovada moliya, tabarruatul moliya durust emas degan bo'lsa, jumhurlar. Abu Hanifa uning aksini deydi. Xo'sh, inshaalloh Alloh subhanahu taolaning rahmat va fazli bilan ahkam shar'iyya. Birinchi adillatul ahkam shar'iyya. Uni tugatdik. Ikkinchi adillatul nima ahkam shar'iyya. Undan farq oldik.
Üçüncü emde kavaid-i usul el-lugaviyye. Kavaid-i usuliyye el-lugaviyye. Muşnun yeni bir bab keldik. Yoki yeni bir kısımga Allah hemmizge muvaffak ve rüşt hidayet ve toğra düşünüş ve ilm ve emel ata kılsın inşallah. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.